Ertalab ham bo'ldi. Sekin endi pul ishlashni boshlayverishim kerak unda. Bechoraga sadaqa qilganlarning pullari ko'payib ketsin. Yordam qilinglar. Qornim juda ham och, menga yordam qilinglar. Kimdir yordam qilsin. Negadir bugun mashinalar ham kam. Bir tiyin ham pul topmadim. 3 soat bo'ldi. Bunaqa ketishda qornim och qoladi. Buni. O'sha mana 25 ga ham kirdim. Bo'mishlik bilan shug'ullanyapman. Endi bunaqasi ketmaydi. O'zimga sham topishim kerak. Kechqurun bo'ldi. Atigi mana $5 topdim. $5. Buni ketishga yasholmayman-ku. Nima qilaman endi? Mashinalar ham yo'q. U mashina. Yo'q, ichida odam yo'q. Mayli, bugun ham bir nima qilaman. Yo'qki $5 nima turga yetarmikan? Balkim yetar $5 pul. Menimcha $5 hech narsaga yetmaydi. Qani do'konga kirib ko'raychi, balkim pulim nimadirga yetar. Qani Hop, sotuvchi shekilli. Siz sotuvchimisiz? Yo'q, men sotuvchiman. Mengacha nimadir yeyishga ovqati bormi? Albatta bor. Ovqatlar narxini ana yerdan ko'rsang bo'ladi. Rahmat. Mana qani ish qilib pulim yetsa, menda hozir $5 bor. Qani. Va. Har bittasi yo'q, $25 dan ekan. Shunaqangi shirin pirojnilarni yegib tashlagim kelyapti. Balkim so'rab ko'ray, arzonga berar. Anaqa sal kelishtirib bera olmaysizmi? Yo'q, biz senga bo'mishlarga hech narsa bermaymiz. Voy. Men bo'mish emasman. Hech kim hech narsa berayotgani ham yo'q. Mayli, bugun ham o'shani o'zimni chaylachamda qilarkanman-da. Endi ertaga ko'ramiz. Balkim boyib ketarman, balkim esa butun umrim shuni qo'yib ketadi. Menimcha butun umrim shuni qo'yib ketadi. Mayli, unda uxlashdan boshqa ilojim yo'q. Mayli, qani sekin boshqa qo'yamiz. Ertalab ham bo'pti-yu. Qushlar sayrashini juda ham yoqimli-da. Xudoga shukr, mana bayroqlar. Ertalab ham bo'pti, qani. Sekin, tushmadim. Telefonmi? Tushmam, qanaqa? Nima? iPhone 6? iPhone 6? Bu nima bu? Menimcha bu telefonga o'xshayapti. Yo'q, buni kim tushirib qo'ygan? Kimning telefoni bu? Kimniki? Kimning telefoni? Men telefon topib oldim. Soat ko'rsatarkan. Ertalab soat 5. Juda ham voqli. Bugun juda ham voqli. Telefon kimniki ekan? Biroz aylanib ko'ring. Men birovni narsasini ola olmayman. Bu juda ham katta gunoh bo'ladi. Qani. Kimniki telefon? Kimniki? Nega axir? Nega? Buni albatta men tegiga yetmasam bo'lmaydi. Birov telefoniga hech qachon men ko'zimni olay tura olmayman. Buni egasiga topib qaytarib berishim shart. Kimniki? Hech kim yo'q o'xshayapti. Balkim mana Obid degan o'rtog'im bor edi-yu. Shu Obid degan o'rtog'imdan so'rasammikin? Yaqinda u bo'mishlikdan ko'tarilib normal odam bo'lib ketgandi. Telefon biznesi bilan shug'ullanardi. Telefonlarni tuzatardi. Balkim Obid o'rtog'imnikiga borarman-a? U egasini topishga yordam beradi. Qani tezda Obid o'rtog'imnikiga boraman. Adashmasam mana shu atrofda edi o'rtog'im. O'rtoq, Obid qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Men chaqirtirganmiding? O'rtoq, juda ham katta muammo bor. Nimaga chaqirtirganding? Meni vaqtim juda ham kam, faqat tezroq chiqtir. Xullas qarang. Bu nima? Tushunmadim, bu nima? Bu qiramaki, mana yosh youtuberlarimga olib berganman. Yosh youtuber? Nima u youtuber? U youtuber shunaqa narsa. Xullas, bilishing shart emas. Tushunarli. Men ham youtuber bo'lgim kelib ketdi. Yo'q, iltimos, tezroq mavzuga o't. Meni vaqtim juda ham kam. Uzr kechirsan. Xullas, eshit. Bugun turdim. Har doimgidek shu bo'mishligimni qo'ydim. Ko'chaga chiqsam, mana bu telefon turibdi. Tushunmadim, bu eng oxirgi rusumdagi iPhone-ku. iPhone? Nima u iPhone? Menga prosta qiziqdi. Buni narxi qancha? Bu telefonning narxi $1,5 turadi. Nima? Shu telefon $1,5 mi? Ha, $1,5. Telefon, ha? Ha, telefon. Jinni bo'lib qolaman. Xohlasang telefoningni hozir o'zida senga sotib beraman. Sen jinnimisan? Men umuman birov telefonini sotmayman. Men unaqa yomon ishlar qilmayman. Men buni gunoh bo'lishini bilaman. Xohlasang o'zing bilasan, ammo bunda yaxshigina pulga sotsang bo'ladi.
Yo. Menga umuman buni sotish kerak emas. Menga buni ko'rib ber. Men buni egasiga qaytarib bermoqchiman. Sen jiddimisan? Bu telefonni sotganda o'ziga ishlatdidan ko'ra. Yo. Umuman men unaqa yomon ishlar qilmayman. Sen menga iltimos mashinani tuzatib berganda yonmayapti bu. Mana. Hozir men senga, sen buni yoqishni bilmagan ekansan. Mana bu yerda yoqadigan knopkasi bor. Nima? Knopka? Ha, mayli, tezroq menga yoqib ber. Mana olishing mumkin. Qani? Oldim. Xo'p, qani? Hozir sen ko'rganda o'sha yerda o'zim degan nomer bor. O'sha telefon qilgin, bu telefon egasi bilan gaplashsan. Yo'q, bo'ldi, qo'y gaplashaman. Telefon egasi bilan. Xo'p, qani? Qani, guday ketotdi. Ola qol. O'sinchi. Alo, assalomu alaykum. Oldi. Xo'p. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Ha, men siz telefoningizni o'zingizga qaytarib bermoqchi edim. Tushunmadim, siz kimsiz? Men siz telefoningizni topib oldim-da, o'shanga o'zingizga qaytarib bermoqchi edim. Nima? Siz men telefonimni o'g'irlaganmidingiz? Yo'q, aslo. Men telefoningizni ko'chadan topib oldim, o'zingizga qaytarib bermoqchiman. Yo'q, endi rahmat. Menga telefonim kerak emas. Men o'zimga unday kibor va kuchli, sof, suv, S20 telefondan bo'ldim. iPhone sizga qolaversin. Nima? Telefon menda qolursinmi? Albatta, sizda qolursin. Menga endi telefon umuman kerak emas. Samsung eng yaxshi tanlov. Mayli, o'zingiz bilasiz qani. Bosib qo'ydi. Nima deyapti? Aytadi, telefon o'zingizda qolursin deydi. Bu juda ham yaxshi xabar. Telefon seniki endi. Uni xohlasang sotib beraman. Tushunmadim. Menimcha u adashdi. Qaytadan telefon qilib ko'rishim kerak. Yo'q, telefon qilma. U adashmadi. Bu shaharliklarda esa pul ko'p. Ular senga bemalol bu telefonni berib yuboraverishadi. Tushunarli. Ha, mayli, unda telefonni menga sotib ber. Mana pullaringni olishing mumkin. Qani? Tushunmadim. 1,5 ming, ya'ni $100. Ya'ni bundan 15 ta bo'lsa, demak, 100 talikdan 15 ta bu degani, menda endi $1,5 ming bor ekan. Xudoga shukr. Xo'p. Bu pulni seniki, xohlagan narsaga ishlatishing mumkin. Rahmat, bo'ldi. O'rtoq Obid, sendan juda ham xursandman. Men ketdim. Endi boyman. Xudoga shukr. Voy, abegud. Endi men boyman, endi kiraman. Sotuvchi yo'q bu yerda. Qani bu odam? Mana, qo'shig'i to'tdi, karaoke. Yo'q, qo'shig'i to'tdi. Kiramanda, meni bo'mish deganim uchun u bilan maqtanaman. Mana shuncha pulim borligini. Qani sekin kiraman. Oy, sotuvchi, menga qaravering. Sallab tashladim endi. Sekin o'zim qarayman. Bo'mish turib qol. Bu yer seniki emas. Senga biz hech narsa sotmaymiz. Endi o'zingni bo'lib gapiraver. Mana pullarim, $1,5 ming olsammi, chustga olsammi? Bo'ldi, endi men bo'mish emasman. Yo'q, bu nimasi? Sen bu pullarni o'g'irladingmi? Yo'q, bu pullarni men o'g'irlaganim yo'q. Bu pullar xullas hali senga keyin aytib beraman. Tezda menga shirinliklaringdan hammasini olib berasan. Ishonchingga olma. Shirinliklarning hammasi $1 turadi. 1000 desam, ha mayli, farqi yo'q. Menga beraverman. $1000 ga olaman shirinliklar. Butun umr mazza qilib yeyman. Ha. Mayli, o'zing bilasan. Unda men senga. To'xta, avval sen pulni tasha. Pulingni ol. Men senga. Endi menga tezda shirinliklarimni ber. Olishing mumkin. Qani. Wow, 4 sakkizta. Bu pirog. Bu nima? Bu pivo. Sen jinnimisan? Men bunaqa harom narsalar ichmayman. Ishonchimga ol. Menga bunday narsalarning kerak emas. Menga normalniy narsalardan bersang bo'ldi. Pizza ham bor ekan. Pizza mazza qilib yeyman. Wow, kola, creeper kola. Voy, bunchalik kolalar ichmagandim umrimda. Juda ham xursandman. Senga kattakon rahmat. Unda men ketdim. Mayli, joning sog' bo'lsa, yeri ko'proq kelib tur. Xo'p, kelib turaman. Agar kelsam, endi bilmadim, yana buncha pulim bo'ladimi yo'qmi? Lekin kelishga harakat qilaman. Qani sekingina boraman-da, mazza qilib pok tushiraman. Qani. Mazza qilib pok yugurib kelaman. Juda ham tez. Qani. Bo'laman. Qani. Mazza. Qani. Pisidan qani.
Mana oradan bittada shuncha kun o'tib ketdi. Qo'limda faqatgina bitta pitsacham qoldi xolos. Endi bu pizzani yeb oxirgi ovqatimni yeyman va yana ovqat olish kerak, lekin to'g'risi pulim ishlatim kelmayapti. Ha, topdim. Ertaga xudo xohlasa unda men ish qidiraman va normalniy ish topib pul topaman. Qani unda bugun mazza qilib, qorin to'qligida uxlab dam olaman. Qani unda ketdik. Voy, mazza qilib qorin to'qligida uxladim. Voy, yana qushlar sayrayapti. Sekin turib olaychi unda. Bugun cho'ta kun yaxshi, qushlar kuch sayrayapti. Aytgancha bugun men o'zimga ish topishni niyat qilgandim. Demak, hozir menga ish topish uchun shug'ul. Как раз yonimizda nima narsa sotadigan joy bor edi. O'sha yerga ish kiraman ekan. Adashmasam o'ta bitta qiz ishlaydi. Xo'p, demak men u boshlig'i bo'lsa, undan sekin so'rab ko'raman. Qanday sekin? Avval sekin qo'limni yuvib kelay. Suv kerak. Suv ham yo'q. Mayli, musulkadan bunday latta chiqsin. Yuzimni artdim, lattaga bo'ldi. Musulkadan chiqqan lattaga artdim. $500 bor. Demak, men boyman. Hayvonlarni kim o'tga chiqazdi? Xo'p, sekin unda boraman-da. Sekingina borib so'rayman. Bilmam qanchalik yaxshi bo'ladi. Sekin yurishim kerak aslida, lekin men juda ham shoshonman. Chiqib ketma. Qani. Menimcha menga ruxsat beradi. Men ishlab boyib ketaman. Turibdi, ana turibdi. Qani sekin boraman. Assalomu alaykum oyimcha. Alaykum assalom. Menga ish kerak edi. Qanday ish ishlamoqchisiz? Menga mana yerda nima sotmoqchiman-da. Xo'p, nimaga kiyim ustingizda bunaqa g'alati kiyimlar? Ustimdami? Voy, e'tibor bermayapman-ku. Endi boshqa kiyimim yo'ligi uchun shuni kiygandim-da. Nima, tushunmadim, siz bo'lmishmisiz? Yo'q, xalsammikan. Aslida bo'lmishman, lekin pulim bor. Menimcha hadish kerak. Men bo'lmishman. Yo'qolib yordi. Bizda do'konda senga bo'lmishlarga joy yo'q. Voy. Sen menga baqirasan. Mayli. Bo'ldi, chiqib ketaman. Voy. Nima bo'lmishlarni haydashyaptimi o'li? Tushunmadim. Qanaqa meni bo'lmishligimni bilib qoldi. Menimcha meni kiyimimdan payqadi. Demak, ustimga kiyim olishim kerak. Unda nimani kutyapman? Tezda do'konga boraman va kiyim olaman-da. Bu yo'q. Kelaman va boy bo'laman. Afsuski do'stlar, videoroligimiz shu joyda tugashga majbur ekanlar. Agar sizlar yana shu bo'lmish hayoti videoroligimizdan keyingi qismi chiqishini xohlasanglar, mana hozir ko'rsataman. Mana bu Zeus Gamer kanaliga o'tinglar va bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bu kanalda zombi virus ikkisi ham bor. Tajman ko'rasizlar, 1800 ta prosmotr olgan. 389 ta obunachilari bor. Bularning obunachilari 450 ta bo'lgandan keyin biz ana keyingi qismi chiqadi do'stlar. Короче, aktiv odamlar hammamiz o'tamiz. Zeus Gamer armiya tayyor, chizor videolar oladi. O'tamiz. Mana shu kanalda 450 ta odam bo'ladi. Gapimga javob bu safar. Chunki ikkinchi qismi tayyor ekan. Bilasizlar, tayyor qilib qo'yganman. Sizlar просто obuna bo'linglar. 450 ta odam yig'inglar shu kanalga. Hammamiz o'tinglar, поддержка qilaylik. Короче, ekanlar. Zo'r qiziqarli videoroliklar qo'yadilar. Hamma o'sin. Atiga 450 ta obunachi yig'amiz bularga va ketdi. Keyin sразу, короче, ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi ham o'sha bo'lingan kerak ikkinchi qism. Lekin yutib qo'yilmagan. Ikkinchi qism bo'lingan. O'sha bo'linganligi uchun ham mana shu kanalda 450 ta obunachi yig'amiz, sразу qo'yiladi YouTube'ga. Sразу qo'yiladi. Qanday ketdi ekan? Albatta, like'larni bosib qo'yinglar. Qanday ketdi?